Salam, yaxshi turibsizlar. Naq maydondagi tomoshabinlar, akalar, hadilar, barliq urug' tuqqan do'st birodarlar, hammalarniki yangi yilinglar muborak bo'lsin. Mana yangi yilda, yangi qiyofatda, yangi program orqali sizlar bilan yuz ko'rishib, nihoyat hayajonlanyapman-ku. Buni burungi vaqtlarda shu cho'lpon keldida yuz ko'rishibdik. Mana bumu bizniki yangi asrimiz hisobda. Bundaqla qaraydigan bo'lsak, huzur chaqchaq sahnasi deb. Chaqchaq sahnasi degan shu ismning o'zidan chiqadi. Bir kulki bada, kulki tabassum provatida mishallardan. Shuningga ko'rmalarga azroq bo'lsin birdam yerimdam yerib charchigan vaqtlarda mush programmalarni ko'rib, azroq bir harduq chiqiradigan bir programma bo'lib qolsaydi degan cho'ng bir arzu umidlar bilan mush programmani yo'l qo'yib o'ltiribmiz. Endi bu programmani yo'l qo'yiblar men bu yer chaqchaqchi bo'lib ketdim deganlik emas. Hamma kasbni o'zining ahli qilgan yaxshi. Shuning uchun bugungi bizningki bosh personajimiz Javdat Rabqat akam bizningki bosh qahramonimiz bo'ladi. Mushu Javdat Rabqat akamni balkim nurg'uninglar tunislar deb qarayman. Bizning cho'lpon keldi programmada bu necha qatim ziyoratlarda bo'ldi. Javdat Rabqat akamni mushu ili chaqchiqininki varislarining bir qatorida mengayotgan hozirgi zamon chaqchaqchilarninki vakillarining biri bo'lgan bizningki yaxshi sifatli chaqchaqchilarimizdan biri. Shunaqo tunislar. Tonimaydiganlar bo'lsa qo'ysanglar bo'ladi. Unda bo'lsa men shu gapni abay dedi Javdat akam gapni bek uzat o'tmaylik ukam. Burungi programmalardek riyosatchilik so'zi bilan bir zerikishlik holati bo'lib qolmasin. Men chiqib so'zlay qolganni degan shunaqa aldirayapman-ku. Shu Javdat akamning oldi bilan qizg'in chavak olqi sadolar bilan sahnimiz taklif qilib olgandan keyin andan keyin chaqchaq rasmiy boshlanmoqchi. Unda bo'lsa sahnimizda davomliq biz uchun Javdat Rabqat akam marhamat. Qandaqara yaxshimi? Qandaqqa yaxshi. Yaxshimi? Qandaq turibsizlar? Yaxshimi? Tinchlikmi? Hammanglar yaxshimi? Yaxshi aka. Endi ko'nicha boshlamaymiz deb yana shu ko'nicha sen ham kirkitib borsak aka. Qandaysa ikraldikilarga salom qilibmi? Yo'q, tuzuk qilavera bo'ldi. Ko'nicha deyman. O'zimning asli bilan. Asli bilanlar men bugun bek hayajonda qaraman. Shu tunji qitimliq programmaning boshlanishi bo'lgandan keyin talash va o'zimdim uchun. Rasmiy juma aka, mendimi shu, mendan bir jiddiylik bor. Chunki hozir qarab baqa hech qanday bir savol so'roq, hech qanday bir narsaga tayyorlik ya'ni ikimiz bu programmani qilamiz davatqini. Necha yil ketdi? Bo'saqdagi vaqtda qilamiz. Rostga qilganda 2 yil 3 oy. 2 yil 3 oy vaqt bo'ldi-da. Pilaldik, lekin amalga oshmadi. Nurg'un ishlar bog'i akamni buningki jarayon. Ham aldirashib ketdim. Undan keyin nurg'un o'zimizniki turmush deymiz, oila deymiz, undan keyin faoliyat so'raladi. Faqat vaqtim qolmay qoldim. Men bugun misha kelganmish barliqmish inalarga, alag'in do'styaralarimga men shundaq zot rahmatimni aytqim kelib zot bular qanda o'tirdi akşam bulamış programı tayyorlik qilamiz deb hammamiz akkord o'ynagan gap. Hammamiz uyqusi. Aka akkordning zanjir o'qildimi sen? Unda deyman turqun qo'qildi. Hem nima bo'lsa tunugun kishilardan kelayli dedim. Endi meningki qaram shu necha yilnaqi ko'pning ichida chaqchaq qildim. Bugun mana shu huzur chaqchaq sahnasini tunji qitim mana Abnum rayon sahnasida ilib seni voy ukam yenamda bir riyosatchilik qilib yumurcha emas. Hem so'rovlarda odatda chaqchaq qilaman. Hem de bu demallik qilib chaqchaqni darali desaylik siqishqidigan oyoq mayolmagan qo'qish u idis bo'lib qoldi kebas. Shunmas sahnaning surichi boshqacha bo'ladi. Endi seni bilan biz ko'nib ketdik apparatga. Bugun mishari kelgan barliq alog'illar deymiz. Uningdagi men o'zimniki necha yillik orzu armanim bir yaxshi sahna hozirlaymiz degandim. Men mushu munosabat bilan mush bizga sahnani hozirlab bergan. Endi shu huzur shirkitiga shunday. Yo'q, mushu Urumchi hayot shirkiti. Hayot shirkiti ya. Hayot shirkiti, huzur shirkiti. Men hozir sen meyoq Nurg'iyat ilayib. Ashtamas. Mush Turg'un og'ayning boshchiligidagi hayot shirkitidagi barliq alog'in do'styarlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. Ammo hayot ishlar bek yaxshi bo'layapti deyman shundami. Turg'un maqitimlik ishda otishlik bo'lsin zodi to'qmayman bizni aytsa qo'llab biroq chaqchaqni qiladi degandiki men shunda xil jiqbirnim apsa degina. Bu sening ishing. Ben shunda emasmi? Endi adash maqsad kelsak Odaşıldı. Meniki ya senchi mo chiroying rasında men bir xil yoshma girim yomon bo'ldi deb qo'yaman. Sahnani qilishimizdagi sabab men chaqchaqchining yomoni deganim emas. Elida katta san'atkor, katta chaqchaqchi ustozlar bor, mening bilan qurdosh og'aylar va inilar va meningda yomon chaqchaqchilar bor. Endi maqsad mush Abnum rayon sahnasiga kelib, mush huzur chaqchaq sahnasini qurishimdagi sabab shular ustozlarni deymiz, undan keyin alog'in do'styaralarimni, kasbdoshlarimni chaqirib, mush sahnlarda kulgan bo'lsak, butun mush mamlakatimizdagi har millat xalqqa
mush chaqchaqniki bir sehriy kuchini bir namoyon qilsam degan umidda mush sahnani bugun qurib chiqdim. Rahmat aka, rahmat. Mush gaping bek ta'sirlantirdi meni. Mushu ta'sir. Ha, men eng yomoni emas deb turish kerak-ku. Shundoq aka. Yomonni desak jibolani bilasiz. Shunga deyman aka. Hamda haqiqatan hamda sen bilan tanqurdash aka nurg'un yaxshi chaqchaqchilar bor shundaqo. Hammasi sifatli qilyotidi. Ham uning ustiga har biringlarniki uslubi o'xshamaydi. Ayaman ma bo'lmaydi, manochi digilolmaydi bu narsa. Yo, ne chaqchaqchilar bor. Uning ustiga bu chaqchaqmi naq maydondagi shu kayfiyatini qarta bo'ladigan narsa. Ichilaman deb ichilg'ili bo'lmaydi. Lekin sen menga bir va'da berding aka. Ma hozir chaqchaq sahnasini men dedim-ku. Cho'qqum qizitmasak aka men chaqchaq sahnasi degan ism faqat tushmay qoldi managa. Bu chaqchaq sahnasi degan bo'lganki chaqchaqdan boshlanish kerak. Shunday aka. Ha? Shu chaqchaqdan boshlanib olmaydi. Shu eng dastlabdan bir chashma chaqchaq bilan boshlanib ketsin. Bir kulayli anandan keyin qolgan ishlarni qoldirmay qilmamdiq. Bu chashma chaqchaq bu ikkimiz yolg'iz turib chashma chaqchaqsak bu yaxshi bo'lmaydi. Sinaymiz aka ay yo'g'o rasmon chiqarib qo'ydi. Dikki qilgandek bo'lib qoldi. Yo'q, yo'g'o rasmning atrofida qara. O'ziga tushliq bir ustozlar va ne san'atkorlar men qilamsa qilmamsa aka. Qilamsa qilamamsa. Ketaman men o'ziga. Ya mayli. Men rasmni olib boshlayman. Kim ichilsa shuning rasmini chiqar. Daqlaylar qarang. Chaqchaq Ataydan hamda hozir chaqchaq sahnasida buni bir vujudga chiqargan ekan. Bo'lsa biz me'morlarni chaqirib shular bilan Ya aka sen qilamsa qilamamsa. Qandaq taqil turgan? Bir qag'ladim bu. Turgan hamda ayda o'tirib daqilib. Turgan davatda quruq deb tunji ketaman. Turgan aqlisa deb bundoq qarsang bir yana borchilar deb. Senli chidab o'tasan men qildim chaqchaq deb qo'yay, ha? Mayli qilimiz unda. Bari sangmi desak bo'ldi-da. Hozir qahvasida qo'ydim. Lekin qo'lga bitdi. Shunga shu variskamnim deb qoldim bu Sarkar uy joziri. Shu masalan shu naq maydondagi jabduqlarni safa deymiz, shu ustal deymiz, shu Sarkar uy bezakchiligi hisobda uy jozilari qo'lgan. Kichkin chumil non ko'tarib qolgan. Ataydan bular ya qog'in munda qilaylik-ku. Ya qilamiz chaqchaqni boshini ishga bir ustoz deb qo'ymak ashta qilaylik. Ya aka ma gapim javob aka qilamiz qilamamsa bir ayirib aytay. Deymi? Qilamiz qila aka. To'xtab hech bo'laychi ashta qilayversan. Yo'q sen qilsang bo'ldi deb ashta. Men shuni qaraganda debsan. Ey munda qilsam bir xil bek biyoram bo'lib qoldi ekanman. Ha, qanday qilamiz? Shu ma chaqchaq bo'lgandan keyin G'uljidagi bir ustozim nima aytdi? Demak, sening kuching yetmadi aka shunda. Yo'q, sen birsini achiq bo'lsa, billa. Shunlar birga ikkiga ber. Senmi bir odam chaqa? Oshdami? Ikkiga o'ynamdi. Sen birini chaqa? Sen ras chaqirsa. Men chaqirman. Kuching yetmadi aka. E'tirof qilding aka unda bo'lsa. Kuching yetmadi lekin menga juma. Unda odam chaqirsa. Ya endi bu chaqchaq seginni o'zim yolg'izlik maqim kelmayapti. Bo'ldi, men bir odam chaqirman unda. Sen kim chaqirsa? Akram kamda. Qaysi Akram ka? Setib oldi. Nimani setib oldi? Akram nimani setib oldi? Hozir qahvasini tepdi setib. Akram setib oldi-ku. Shundami? Yomonni chaqirdim. Sen kimni chaqirding? Men birsini chaqirman. Adara. Ahad Baqikamni. Voy, Ahad Baqi Nuralini chaqiyli o'tdi. Voy, o'zimiz qadam chaqirib. Unda bo'lsa, men e'lon qilay. Yo'q, men e'lon qilaman. Men qilay aka. Chaqchaqni men degandikim 5 ustoz. Kichikdan kelsin, aka. Kichikdan men kelam, O'rimchida kichikdan kelgan, G'uljida cho'ngdan keladi, mayada. Mana. Ya, unda qilmayman, men bek bir qilib beraman bu xijalat o'tib ketganman. Men chaqiray. G'ulji pasini o'ynaylik. Oshdami? Kim futbol shu chaqirdi boshda? Shundami? To'xtabdi. Nechida qilamiz? 3 tilli qilaylik. 3 tilli qilamiz. Bunda qilaylik, mush shoplaq qaychi qilaylik. Shu oshda qilamiz-ku. Qaysimiz tutsaqa? Sen yana quduqlarni chiqarib olaylik. O'chki. Ha. Yo'q, ne bu ki qiliba? Başla. Qilibadi-ku. Sen to'xtatmamsa bir dillam. Men to'y qilmaganki eplishamaydi ekan. To'xta bir dillik aka. Birlik qilaylik. Birlik qilaylik. Ha.
Qanday Javdatning pichiq kesildi. Yo'q, emas akam qayta. Hey, shunday qilaylik. Mush ekrandagi do'stlarga, kelgan do'st birodarlarimga Javdat hargiz yolg'iz emas-ku. Ha. Keynanda Akramkam bor. Akramkam emas, Akramkamdek ustoz, shunday qilib meni yaxshi ko'radigan nurg'un kasbdosh chaqchaqchi og'aylarim, inlarim bor. Shularni ayrim bir taklif qilma. Bugun mush sahnaga qarab kam bunday qilaylik. Men futib olgandan keyin mush bizniki il xalqiniki faxrlik o'g'lani, xalq qiziqchisi, shundaqla chaqchaq varisi. Sen bir yerni yotlab olsan, Chiqdim san ular chiqmaydi. Chaqchaq varisi Yesam Qurban ustozniki shogirdi Akram Setvoldi akini taklif qilamiz. Akram marhamat. Qanday aka yaxshi aka. Moy, eltibatdan. Madem Akram Setvoldi saknoq qaytib oldi. Endi men chaqirayman. Men chaqiray. Unda bo'lsa Xotan viloyatlik yangi qashtishi Naqshi usul san'at o'mikininki davlatlik birinchi darajalik artisti Ahad Boqi akam davomli sahnamiz sizlar uchun marhamat. Qanday ahvolingiz aka? Yaxshi aka. Qanday aka yaxshi? Aka ko'rash. Aka mala ayrim gruppa mala. Man Ralleniki o'zining odamlarining yiqishi o'xshamaydi. Hey, ustozlar nima shu hurmatlar bizga taklif qilib qolgan gap deyishman. Qolgan gapni o'tirib deyishim. Akramga kerak. Rahmat aka. Salom berdik Akram. Salam bereyler. Salam hammalarga. Qo'ldagi barliq Javdatning ustozlari va yosh chaqchaqchilarningki salomini deb keldim. Bugungi Javdatningki Nurali Qarshpurutni mush kechiriginingki muvaffaqiyatli bo'lishini Bundaki mush kechiligininki davomlashib oxirgi chiqishini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat aka. Akam siz keldi. Meni qarish beribdi deb chiqiraverdi. Qarish berib cho'qaldim men. Endi siz ma javobdan qarish beribdi. Cho'g'on. Ha, ma'qul. Qarish beradi. Salam. Shu naq maydondagi ekran oldidagi barliq qarindoshlar, Xotandagi Ahad Boqining sizlarga oliy ehtirom. Rahmat. Bugün şu huzur çaqchaq sahnesi şu programmasida sizlar bilan müşahede ko'rishganimdan intayin xo'shalman. Programmaning g'oyat muvaffaqiyatli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Men taraf turib ishga gaq qo'ymamsiz aka. Sen chaqirding ha meni. Ha, men chaqirdim. Kim burada telefonni? Men u degan. Men u degan. Xotandan Do'rtayni vaqt Sen deganmi? Men degan. Bu Udi. Siz keldiniz. Telefonda Javdat Udi. Sen chaqirding. Nomerini ben berdim. Nomerini sen berding. Javdat o'qimaydi mening nomerimni. O'qimaydi. Urumchidagi Ahad Boqi kim ol dedi emasmi? Davrda. Hey. Davrda. Nima desam? Oy sen Ahad Boqining kimligini unutib qolding. Oy sen men yerda menga va Ahad gapni deyma. Bir gapni deyma. Adamsiz. Qiynatsizning ismini unutib qoldigan odamni men. Ay patlar burası. Xotinda ömülüp yüzleri dikense. Oy unutulib qolma qiynataylik. To'la uy kirgizmaga chiqishsiz. Oxirat tizimni bilmadim emasmi? Bunda bir yerdir bada. Bir yerlar bor. Qolgan namsa o'tirib deyishamdi. Men tarafda jumaka. Ele turib o'tib ketmang atrofga. Ma'qul. Neyma? Mana mashtan boshlanib oldik. Yaxshi kelibsizlar. Akram aka o'zingizmi yaxshi? Yaxshi tishlar. Siz atrofdan odam bo'lganki bak yaqin kelmadi aka sizga. Yaqini birdan bir ayrimchilik bor. O'xshaydi-ku. Biz ashtag'i aka to'tadan bir kelganga ayrilamiz. Birlashimiz deb chaqirib. Yo, ilidagi suyma bu. Huzur qahvasi aka. Qahvami? Ma eg'iz nada mana aka bilamsiz, ma yangicha. Biroqlam men ilidagi lider atishli qo'qashqa mening hammerini bo'jan qilibdi. Ha, bu ko'rishki bo'ladi. Ha, hozir qahvasining o'riya qilib popayqilg'imi bu. Ha, men yoq ko'rinib chiqib deydi bu. Voy, men tiqib Xotandan chaqirsam, mana qani bu Xotanning qo'shqirda kavablari yo'q. Ya mana ilidagi shuni qo'y. Qahva dedim ha buni. Qahva aka. Lekin aytgan çaylarımızmı bor? Bormi? Aka damlari. Men choy damlayman. Hem saq quvasam dedi. Ani bir
Mareklap koyamam da. Mareklak, mayli aka, Ayaklayla, mayli. ha. Yüzü ya. Ha, sen telefonunu beripsen, lekin telefon qildim. Ha, shu aka. Qandalamsa qildi emasmi? Huzur Çaqçaq sahnesi programmasini yo'l qo'yganiga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat aka. Sen telefon qilib shu gapni anglabla bak xush bo'ldim. Mana bu programmani yo'l qo'ydim aka. Shundan qatnashmaysan deganimdan bak xush bo'ldim. Meni yod etibsan. Ya aka, Lekin hamda G'o'ljida burundan boshlab shu chaqchaqlar bor, yumorlar bor, mush chaqchaq bilan, yumorlar bilan odam bir qitim kulsa ömrümdə uzaydı deydiğim bir gaplarni. Ya bu yerdeki bir narsalar bir tilimiz şu adamın bedendeki şundanmı? Bizde bir gaplar var nazariyatça. Doğru. Şunu G'o'lji chaqchaqlarni men yaxshi ko'raman. Bak kulib ketaman o'zim. Tushunaman-ku, shuni kulaman. Lekin Xotanda G'o'ljidagidek bunday chaqchaqlar yo'q. Xotandan hamda meni bu yerga chaqirib kelsa hamda men chaqchaq qilamasam Benim gaplarning o'zi Labar chaqchaq o'ynab aka. basib bo'ldi. Sizni chaqirib kelishdik sabab mishadagi chaqchaqni Xotanga to'shsin deb. Keyin chiqib gap to'shyotdi. to'g'ri anglabsan. Ya endi asosiy maqsad nima desangiz aka, men Akram akam ishkanlarni eng to'g'ri ko'rib tunji sanga bir chaqirishdagi maqsad shu sizmi aka hamda Xotanda kim bor kuldirgi cho'lponlardan kim bor kuldirgi artistlardan g'olliq kim bor desa Ahad Baqikamda birinchi sizni esimizga oldi ekanmiz aka. Endi G'o'lji taraflarda endi Esamkam cho'qim shu chaqchaq degan gap chiqsa Esamkamni esga ololmay turolmaymiz Albatta. Esamkam shu vaqtsiz ayrilib qoldi. Ayrilib qolgan bo'lgandan keyin endi birdan bir shu Akramkamni men shu Esamkamning eng cho'ng eng g'olliq bir shogirdi deb bilaman-da. Shundoq. Shunga shu Akramkamni men kichik vaqtimda tatib mayli Qurbayat sana kechilik bo'lsin, Roziyat bo'lsin, ish qilib denshida ko'rib cho'ng bo'lgan balam. Aslında anlamışlar bak. Kanalda çıkarttı. Şu vaqtlarda Heseldek chiqib Hozir qaytib Güzel kırktan çıkarttı. shu aka endi ishkanlarni endi men Xotan bilan shu G'o'ljini bir PK'ga sapaqayli deb qandaroq bo'ladi deb shunga bir chaqirtqa aka. chiqqanlarni hamda bir Rasulsun medarga bir o'ynab qolmanglar. Tamam. Bir gap etishib baqsanglar deb aka. Yosh jihatnimi o'xshashini tanladi. Ya uningga ko'nmasanglarlik birligiga uni akapimiz qachat qurishsanglar. Bundak ya. Huzur Çaqçaq sahnesi deb bu programmani qurib chaqchaqni biz boshlayotganmiz. Qurganmiz ha. Cho'ngdan kelsin aka. Boshlama. Doğru. To'g'ri oldi aka. Qo'llab qo'ydi ha. Ben de adırak çoğunçu şunu doğru da. Çoğundan gelsin de var. Choy sizning oq keldik aka, men tiqsini. Nima qilaylamdi? Sen körnerde boyamadım ben. Boshlama. Adır boyudum hadi ya. Manda kalaydı ya. Bu hem dedik ki Birim yazmayla başladık dedik ko. Benden nemi soraysa desem o bom deppemi de şey çıkandı sorayım dedi. Neyim deyimiz desek mi deppemi diye. Aka biz başka neyim emas. Programda işkinizden pul sorayımız çok. Aka bir yeri var. Şuna işkinlerin başı senetlerin içinden iqtisadi yaklaşık. Sen de soraysa. Burun hem de mavi çakçak ne dedik ki seknege çıkmak yaman ters tutuyor. O ne çıkıtan böyle mağlup boğan bu seknege çıkanmay. Loyunlar elip hatta yezip birip mi aşı G'o'lji özü de aşında boğan. Kim mi yaşla çıktı bana. Seknege çıktı ben seknede canlandı diye. Hem de bizning açıklığımız, benim açıklığım yumor oldu. Ben yumorunu köprek çıktım. Biz yumor çıkıp sekne tonulgandan keyin bu Javdatlar so'raydi bu enelerimiz. Kichik o'chaqlarda yangidan yetilib chiqayotgan vaqtlari. Aka qanday qilsaqmi shu bir tonulimiz uyni qil dedinglar, men tex yepib deydi. Vay o haqiqatga yo'qdan qarab etadigan imtison. Debdebilik gaplar deydisan. Qanday qilsaq birimiz ko'rnimiz, ko'z ko'rnimiz deb so'raydi. Mayli Javdat olsun ya boshqalar olsun. Men bu sahnaga chiqinglar deydim. Chunki o'zim sahnaga chiqib tonulgan emasman burun. Sahnaga chiqinglar ukam. Bopmi Javdatni deydim, hamda turqingmi sahnaga shunda bo'ladi. Chaqchaqlaring shunda bo'ladi.
Ama şimdi sahneге bir açık, sahneге açıksan keyingi istiqboling parlaq bo'ladi deydim. Degandek bu inammo masalan choyxona paranglarga chiqdi, oningdagi yana nurg'un programmalarga chiqdimi? Mana hozir mana shuni yetilib qanot quyruqlari yetilib hozir rasmiy uçdi bu mana. Ayda uçuyor aka. Axir turg'unning qo'liga tushdi de. Ma otishib qo'yganiki jiqib olmaydi deb. Amerikaga sarf bo'ldi deb. Qantonni keyin piyoda boradi. Şunlar muş sahnedan qilib intayin xo'sh bo'ldik. Rahmat. Muşta qilib boshlab ketamiz endi. Başta gidelim aka. Amda axat bakka. Amda çaqçaqqa nisbatan amda sizningki bekçiq tushunchasiz bo'lmasligi mumkin. Amda oyatdagi sharoitlarda siz amda ilaq saniga ko'nganda siz burunda tatib shundami? Ilaq sorun emas sanda ko'nganda yetilganda eng dastlabda mush axat bakkamniki men ko'rgan tunji itoti Gulbakram adam bilan billa o'rlagan ilaq ismini nima bu itotniki ishqonlar chiqib qildigan Biz bek jiq itot oynadik. Jimmy acha deydigan bir itot batdi. Hindistonda kinosida Konuşturduğum. Ha onun da rol almadım bu. Yetqana. Ayıp kimde? Ayıp kimde? Ha, şu ayıp kimde? Ha, qiynatdim yosh vaqtida jiqnimga chiqib hamma ayolni unutib qopdim. Aşdağı aka. Axir Gulbakram bo'lib Şunu qoldi. şu tunji qitim men shuni ko'rgan, shuni ko'rib tiliq qolganda kichik vaqtda men shuni gerçeklik gaplarning tigini tushunmasakmi, o vaqtda bakli qiziqarlik belindi. Kiyim kechak jihati bo'lsin, gap qilishlar bo'lsin, xotin shivisini shu vaqt tunji qitim anglashim meniki hayotimda hisobda. Shunga aqat baqammi ta'sir qilgan shaxslarimniki birsi hisoblanadi. Gulbakram ishqonlar arayalg'u aka. 22 yıl lap taşlanqa. Aka, sen qizni qarzdinglar tekshiryapti. Og'ash keldi bu deyim bugun. Sen sual sordun mu? Ha, ishqonlar arayalg'u aka. Gulbakram adam bilan. Doğru sordun. Erayal. Açtama. Arayal. Ha bu ayaldan er. Onu hammasi biladi o da. Ben Nurali'm için yıkarlıkta kömük işemedim. Neçə gün axmaş programını qılmızdı. Ben hədə edib жүргенім. Şu anda işte anıldık aka da sizlerin kızlı kağızınlar var dep. Kızıl kağız. Qanday qağızındaysan? Kızıl kağız dedik o. Ya böyle bir programmaga kelgan vaqtimizda cho'ng bir kechilikka bular keldi. Bu Gulbakram bilan bu kapida hamdallarini elib. Bu qanday avvalinglar deb ko'rishib Yoksa birden gün çamdınını götürüp bina yatıkım kırıptı. O demek bir yer kırdınız size meşek bulup dedi. O kandak yapma ben rejisörlük değmem bir araya olgan dikin. Bir yatak bölsün dep masam oy dep yapardı beni. Ki uksam bula hizmettaşke. Şunda bu. Oy o benim sınglım dep ketdi. Ayşu çakıça ben bulan arayal dep bilgenço. Ya hazır hem adam işte Hem adam qatada otaqanlar jiqsın. Şimdi bir uydiki ama xotinlarni ayollar deb bunda aytgansiz ham matrapida ayol da aytgansiz. Xotanda nima deydi uni? Xotin nima deymiz rost? Xotin deymiz. Adam saq qilgandek gap bo'ldi bu. Ayol degan gap bu jinsga qaratilgan. Jinsi ayol jinsmi, jins degan. Xotin degan qanda? Xotin, ha? Xotin. Xotin aşağı bir tushuntirib qo'ygan, aşağıdan almoqchi o. Sen de xotin amız. Da'vatida bu. Bunda bir gap bor, to'y qildingmi? Xotin oldingmi deb so'raymizga. Endi ayol desa, ayol oldingmi deb so'ramda birasi, oldingmi, ayol oldingmi deb so'raydigan ish bor. To'g'ri. Bizda unda gap yo'q-ku. Faqat to'y qildingmi? Xotin oldingmi deymizga, shu xotin shu, sen xotin ol. Ayol olma. Xotin al. Kime bunda emes Ish mi? bo'ldimi? Hozir, ha? Emes mi aka? Nurali sen o'zing aplishalar. Voy, sen tıkı yana aşık yaptım ha. Bunda emes mi aka? Emes o benim singlim o. Neçe iş para kılmışlar işkanlar? O hazır nayta basa Oylik para qildim dik. 54-55'lige kirdim ki deyme o çiçek. Siz aka? Ben bu yıl 36 yaş kirdim. Sağlığınız deken. Singlim ha. Aksıngal. Aksıngal bez. Tatbaq pensiyaga chiqdi hozir. Va. Lekin hem de bayan Ekrem bir gapni qildi. Hozirgacha 2000 yildan
Şu 90-cı illardan başlap mana hazırgacha işte programmalarga deydi kelimiz hem de ikimiz. Şu programmalarga teklif qilgan rejissorlar yoki şu programmalarni işte o'rinlashtirish jarayonidagi aldikayndagi seniki aldikaynida ish qilayotgan shu xizmatchi xodimlarni hozirgacha sendek sualni so'raydi ham uqmaydi. Masalan, shu programmaga sen rejissor bo'lsang, oy xotindan ayol chiqib keldi, menga oldiga chiqib, qani o'rinlashtirdi deb birisini bekitgansan. O chiqibla, kelibla. Bir talla karta yataq kirsak. Sizga qo'shal. Bu bakchiq takrar. Deymiz, hali deydi, ma programmaga sen rejissor bo'lgansan. Ya'ni bir programmaga bu yoq rejissor bo'ldi ekan. Rejissorlar jiqka. Hamma hamda o'zining atrofdagi odamlarni ishlatgan bo'lgandan keyin shunda desa shu arayal degan dekinlar chiqib o'qituvchilar shu oldimizga chiqdi, yataqni o'rlashtirib qo'ydi, davomli boshlandilar. Bak qaqshab deb ketdim endi, uka, unda qilma, meni singlim men bu deb. Bunda işte jiq takrar bo'ldi endi. Bir kuni oxiri tushundirdik. Bir tal kalchani va'di. Kirivadi. Siz kiring dedi. Kiring. Desam, siz kiring dedi. Kiring. Kartani jo'stirishdi. Qap. Men kirib o'tirdim. O'tirib edim, o Gulbahram kirib o'tirdi. Xili uzun, bir 5 minutcha o'tirib, qarashib. Beş minutcha dajimla o'tirib yurishimiz qarab. Bu eller kirib yetinglar demedi. Aynan dikaylik Gulbahram to öyle kartını bir tal kartını jo'zdirib tuvalliqni ko'rdi-da. Gulbahramning xiyolida karta ishga deb xiyol qilibdi u. O'ydi shunday ekan. Sizning yetqinizning kartasi shu dedi. Yo meni? Yo'q, ashu dedim men. Desam, aka, mama yataqni kelgan siznikicha dedi. Yo, mushu kartini berdi bizga. Desam, sizcha dedi. Voy, jinim, fuqa. Yetevegina. Men makarvat yetaysa, anan deyat. Men partiya a'zosi bo'lgandan keyin ishonaman dedim. Ujunib, deblo yugurib bir vaqirib edi, eliqi bola taqa pastga tushib bo'lmagan vaqtda. Chaqirib chiqdi. Yataqdan birini aytsan uka. Yo'q, shularni ayol deganda dedi. To'g'ri, ayol deganing, men ayol, men lekin men mening singlim, menga ayrim yataqda birini aytadi. Dedim, qasidi peshonasiga qo'yib, andan bir kartani chiqdi, ayrim yataqqa chiqdik. Tushundirib bo'lolmadik-da. Nurg'un programmalarda shunday gaplarni biz jiqdidik. Hatto maxsus muxbirlarni ziyoratga bordi xotanga. Mushu masala to'g'risida. Maxsus shunda. Shunda ba'zida arilmayotdi-da o ishlar. Hop, bugungacha arilmadi. Yani desem endi biz aksingal. Ikimiz bir idarada ishlaymiz, bir ishxonada ishlaymiz. Onun kasbi naqshida o'qigan. Keyin biz hamkorlashib etotlarni o'ynadik ham. Ana obraz yaratish yaxshida. Do'rashqa yomon ava. İşte bo'lgandan keyin ikkimiz hamkorlashib, hozirgacha 24 yil, 5 yil bo'lib qoldi. Yanqishigini. Davomli bilan basaq. Ma sende davetiniz hem de hammadan bildi aka. Voy tan. Siz faiz senlerge çıkıp aldınız ki, bunda canlılık senlerge çıkıp desiniz, taqaytı akama gep şu. Dedim, o şu. Adamcık hammasi chiqib deysiz, birdan taraf ketadi. Canlılar çok. Men menda Her bir adam haqiqa men menda esib qoldim. Nuralini men ma huzur chaqchaq sahnasiga riyosatchilik qilib desam, bu sizni ko'lab saran qilib. Buni ayrim qilib chiqarib bir. Voy sen riyosatchiman sen? Ha. Mening riyosat. Manınğa. Voy riyosatchini. Nuraliga da'vatman men. Huzur chaqchaq sahnasida birini qilib beraman. Çolpan geldi de acayip riyosatchi bo'lib ketdi bu hamda. Bak yaxshi qildi-chu. Hozir men Nurali. Shuni Yap, ma maqtaq. hozir hamda Nurali avlab riyosatchi bo'lib. Sen ilqi chaqchaq qilgan gap so'raydigan sen bo'lib qoldingmi? Chaqchaq men bu Chaqchaqchimi, chaqchaq. Chaqchaq. Tetim avut. Hazır mı Cavdet kanı tetim avut kandı aka gepire. Başısı billi çıkan. Esiniz kaytan aka ama siz men tarafdaki adam. Esiniz kaytan. Panda sen taraf qaytib. Ben senden sual sorab yürüttüm ha. Hanım da soruyor.
Tati yok kaptım. Ha, ta'tib qoldi aka. Rahmat. Akram aka, sizdan bir so'raychi. Hamda Esamkamniki shogirdi deb e'lon qildik emasmi aka sizni? Abaytiyaq men ko'rdim, menga ta'sir qilgan nuqtalaringiz shu bo'ldi. Hamda mush Esamkam to'g'riliq azroq bir to'xtalaymiki deb qoldim aka. Mush chaqchaq degan mushu ism chiqsa cho'qim bir Esamkamni cho'qim bir eslaymiz-ku. Eslaymiz. Aslash kerak. Qanday to'xtalmoqchisan? Masalan, Esamkam qanday odamdi? Yaxshi odamki. Qanday odamki. Oyat vaqtida. Ya mesela aka sizga ta'sir qilgan nuqtalar nima? Siz tunji bo'lib ovozini siz doğurgan deb bilaman, hamda shaxsan men shunday bilaman. Hamda ovoz nima bo'lsa, hozir mishad bir doğrib etib, bir boshlab ketsakmiki deb o'ylab. Bo'ldi. Ha? Asa qilayli. Rak to'g'ri gap qildi. Bu isamkamni bu to'g'ri. Meyadim tunji men doğurgan desam hamda bosh doğurganlar bor. Ha. Ular qop mau ajab debdi deydi. Bu hamda aniq qilib aytganda tunji bo'lib Farad doğurgan. Farad Bajichu. Ben 96-yilda shu Ömer Jalimninki o'yini manga vaqtimda Farad sahna doğru etdik ya. Bu chaqda men boshqa yumurlarni deb mangatdim. So'ng Faradning doğrug'ini qarab, men bu doğrusam bo'ladi ekan deb Faradni aqistirib, mashq qilib o'rganib oldim. Lekin shu o'yin tukkicha doğrumudim. Hamda Farad sal munda olmasin deb. Qaytib kelgandiki, anadiki bir loyinglavot, ashu loying deyni ilib o'rganib, qarsam Esamkamning ovozi yana o'zining ovozi bir o'zgachilik bor ekan. Uni doğrab o'rganib, ancha bir xil sahnaga chiqdim. Hamda dastlab bizdan burun sahnaga chiqqanda ovozni Farad doğragan. Söz o'yinlarga uning buning chiqatdi. Shuning bilan men doğradim. Hamda Esamkamninki menga ta'sir qilgan yeri qaysi desam, Esamkamninki iqtisodchilikka yomon ta'sir. Qattiq pul xajim ekanda. Odatda pul xashlab ketmaydi. Men bu to'g'ri qildim edi. Nima keldingiz aka? Programmaga nima bilan keldingiz? Lag. Paraşütdan chiqib Paraşüt bilan. Davlat biletini öpmedi, aeroplanda keldim. Bu Esamkamninki hamda iqtisodchilik qo'yganda o'zi iqtisodchi emas. Seningmi pul buzishingni xohlamaydi. Açık yılda pulunu bulsan kabul Yaxshi edilir. bu. Onun için şu zallanın misal toylarının ki bolsa işki çırak yıkıp koysa köymese depti. Hatta munçunun sularını tatıp kapıl demesmi? Çevrem sen munçuğa, onun pulunu kim töyleydi? Yataklarının aşında. Telefonlardan tatıp aşında asıraydı bu adam. Onun için bu yemek dikti mi o? İşki taksı tamak yemeğimiz biz. Poloya ile İslamka desem. Bir taksi alaydı. Deydi, bir taksi kanda uçak bir taksiymiş, doğu berdi vaqt. Kichik taksidan birini deydi ekildi. O'zi kichikkina bo'lib oldi. Jiqini men yeyman-da. Tamoq oz kanda. Bu odam oz yegan bo'lsa soz yeydi. Bu odam suyuqoshlarni ichib ketmaydi. Deganda mashinchilik polo. Tushdi ishkisi kebab, kechdi ishki samsi yeydi bo'ldi. O'zining boshqalardek o'ylaydi. Avatnaylık ömektiman qalxtımızda Gülmeryem deb bir ayal vatdi. Bu ayal ili xalq naqsharini shunda aytib hamda shu o'yinning beshida vadaray qadim boshlaydi. Esamkam shunda anglaydi. Bir kuni oshxondan qaytib chiqib olsak, Gülmeryem degan ayal oyoqdan kelib o'tibdi. "Voy, qanday ahvolingiz Esamkam?" "Yaxshi. Tamoq yegini kirdingizmi?" "Ha, mushay tamoq kirgandim." "Bo'ldi, siz o'tiravering. Men mehmon qilibman" dedi. "Voy, men yo'q, berib o'tiravering. Olamet yaxshi siz emas bunaqshini. O'tiravering" degan tush. "Voy, rahmat, siz avar qildigan bo'ldim." "Oy, yugurib o'tadi boyal." O'tagandi. "Samsa qancha so'm?" degan. "Bir koy" dedi degan. "Ayolga 2 samsa pirpiringlar." Uning bilan 2 samsa ketdi. "Voy, Esamka, to'yamda 2 samsaga" desam. "Bo'ldi. Ayol kishi degan jihis aqlsiz bo'ladi." Bulda şu da Esamkamning ömrida birisi mehmon qilgani shu chaqda ko'rgan. Tunji qitim chiqag'ini tunji qitim pul chiqarib mehmon qilgani shu. Ya endi Akramkam shu Esamkamning ovozi qanday do'raysiz deyman. Qanday chiqirdigando. Bekorchilikni qo'llaysan. Ag'rimdi. Ya shu Ahadbaqkam Og'rimaydi. o'git qo'ysangiz bo'ldi aka, misha biz bir Xotinlik inson bu qasa. Doğru ham chiqdi bu. qanday do'rayman. Maya ag'rim. Xotandagi deylisini axat baqir beradi. Cho'qima. Masalan, Esamkam davatdimi? Esamkam masalan, xotinchi bo'lib bir kuni deb yumur boshlasa qaysi yusin boshlab o'qiydi? Bir kuni. Bir odam.
Ya aka, unda bo'lsa bunda qilaylik. Ha. Aylaqa, endi siz o'zingizni yumurchi deb e'tirof qilasiz-ku aka. Siz chaqchaqchi demaysiz-ku. Amaliyotda nurg'un odamlarniki ideyasida hammasini g'uljiliklarning hammasi chaqchaqchi deblam, mana bir yuzlama qarash bor-da. Endi sizni menmi ko'ginimda chaqchaq so'rindi ko'rmadim. Faqat yumurlaringizdan anlaganda, mishada 1-2 yumur aytib bersangiz kulmay chidab o'tirib baqilay aka. Bo'ldi. Rasmiy yumurdan deb beray. Kulmanglar, izinglar do'stlar. Qat'iy kulmaylar, kim kulsa shu nima bo'ldi? Bir Esamkamninki qiynanisi Esamkamning uyi turdi ekanda, burunqi vaqtlarga endi bu. Bir kuni bu Esamkam talada ketib qolsa, bir tonish buvoy uchrab qopti. Qapa buvoy deganning qopaqlari turib, "Nim bo'ldingiz? Xap ko'rinsiz-ku" debdi-ki. "Hey Esam bolam, hey. Dadim ba. Nima dedingiz va? Voy bizning momay o'lib ketganga 5 yildan oshdi. Bir balam dada o'lnamsa demidi. Achchig'im kelib, talaq chiqib o'tdim. O'zim bir momay topaymi deymi?" debdi Esamkam. "Ve unda izleyicigice bizning qiynonini ammamla." Voy deb qopdi. Atsi Esamkamlar at deganda o'yladi choyxonada o'tgan choy ichib o'tdasa darvozani ichib buvoy kiribdi. "Voy kesile yuqori o'tsizlar" debdi yuqori o'tib o'tgandan keyin. "Bir shuni kirganmi? Voy tunugun o'zlari qiynonam bor degan, shunga kirgan." "Hopla, choq-choq qilib qo'ysam rost deb qopdi-da" deb. "Ey qizlar, opamni chiqinglar" debdi-ki, ikki qiz zambilga sepli bir mo'mayna chiqibdi. "Voy bu. Yaman qiyr ekan-ku." "Qiyr o'z bo'lmamda, sizlar yoshma, sizlarmi qiyr-ku?" "Ya endi men demakchi, bu ikki odam bo'lmasa ochiqib akirga olmaydi-ku." "Ve unda o'z taladin yana bir buvoy o'qishib ishkinglar hammamsizlar." Ya külmeydik aka. Sen aşı izip gitdi ekansan külmeydik vallahi. Mening kallamda Akramkamni bugun yo'lga sevitimiz deb kulyapti. Bu yerda Doğulup külmeydik. bizdak Gülmüsən bu. turqamam. Ya baldırak mangınımız yaxşı. Şuva qolcada deyim. Şonun ola yani 3-4 yıl ötüp gitti. 4 yıldan keyin bir kunisi men ham atgan joyni etdi, atdi geldik nashtaga. Turnağa. Ha, o'zurning cheyin saptiki shu vaqtda. "Ha, inson al, opamni chaqirib aytma. Va choyni aytma" debdi. "Bo'ladi" deb kirkitib, yotoq uyi kirkitib, birdamdan derazdan 5-chi chiqirib. "Ey Zeminigan, ha? Bir chini choyni o'zat. Voy nemishga? Opang nafasdan qopdi." Külmeydik aka. Akramkam Aslında deyişken Akramkam hazır bir yumur. Akramkam işkital yumur sözülsün. Ma işkene fakat külmey turvalli. Bir yumur bir qahva o'kitib bordim men ama. Aka. Ya içmek. Ağzını açqılma. Ya qanda. Ey, mani açayman, mani. Anımam. O'xshamda Bizga qo'ygan nima ishlayveraydi. Otarab ahad boqining, motarab meniki. Lekin mush içsel Valla öğünü koptuğum çeyim kaynmaptım. Buna bir yaş kalsanlar turgun öz berip içip bir vat. Yok. Şu an. Bundoqqa Ay bir beyaz adam. Ya otimaka trişötüme mani. bulamdı, açqıl bulmamdı. Teske aka. Ya mana aka. Mana açtım. Mana öz qo'lim bilan. Ey, rahmat. Aldırıp içilmaydı ki bu. Men sana ya, akila ham. Voy içildi ekan go. Budlikning og'iz to'xtab, Ahadkamning qo'l peqra ketib bordi. İçildi. Teske. Mənim qarğa adam bunu ağzını qandaq etishni biraz o'ylashiroq andan. To'g'ri. Birdan qo'lga olib, obdan ko'rib, Ya, ko'rish anladık, jarayonida huzur degan gapni obdan bir o'qib o'tib, Ha. anikin asli bu anandagi qaramaylar, vassida İş baxtыңızmı aka? ishmidim. İşbeqa, huzurmiki, huzur emasmiki? Go'sh Tamam, kirdi. bundan keyin bir Xotanda to'g'ri choy ichishga deb yaramamdikin buni. Ya yardıma o'tib ketdi. Ma payzika, Ha? Gen choyda ekdim o. payzika. Da manga yuringlar kayninglardan turgan hammanglarga bir budlikidan sevib. Birni budlik. Maşa sevmasak ketimiz biz.
Bunu sen dep qaldın, endi vay tang cuma taza ishongan olmay. Otishliq deding emasmi? Xo'tanga yaqin otishtirdi sapirdi. Sapirdi. Voy otish g'uljiq yaqinmi xotangimi? Tag'ni tashsa qo'ljaga yaqin. Yangi yo'l yasadi emasmi hozir? Meymanlar sizlar zeriktirib qo'ymaganmiz. Meymanlar shoshib o'tiringlarmi? Oy faqat aka Vallahi bak. ma bir ishkala asimiz qaytaylar. İçilaydı. Ishkala bir to'q hozir. Yana o'lashib bu kityapmiz hozir. Izib ketdik yana. Rasmiy aka. Bu Javdatkam o'zi chaqchaq sansi qilaman deb hammasini birdan o'qishdimi? Akramkamning bir o'qishishim bor dedi. Bir o'qishda. Ha, ani choshib o'qishda. chaqchaq Meni dedi aka. O'qishda. Odimingni O'qishda. chiqdi aka. Yana sen o'tirsa riyosatchi. Yo, abiyamnaq birak loychilik qilyapman. Sen var mında o'qishdilam da, maqol o'tgan. Bunda chiqdi. Mında o'qishdi, mansam bo'ladi. Mında Akramka, ya manda manqin olmaydi. qanday mansan? Ya andaman. Programmani chippa to'xtaydigan o'rinlar bor. Sen kimdan? Kelganda to'xtasan. Asha. Ma hozir Ahadkam o'zi xotirjam o'tira oladi ekan. Nimaga deganda, sening biz yana gap qilgimiz keladi ekan. Ma men ul bosil gönji bo'ladi ma. Ha bo'ldi. Ahadkam o'tasa bir xil cho'ng chiroy, kuls bir xil ballar chiroydi. Hali chiray. Menga diqqat qil. Ha, gönji. Nurali saltir Ayol chapan boshqa ismaymiz ular. Akramka sizmi keltiralamiz aka birga bir. Bu yo'q, Akram. Yeng ko'yganda chuun qo'nib oldim ki debdi ekan. Ya bu variskom chaka ma o'tag'ami safalarnikilik sarkar degan iliq uy jaziri bor-ku. Hesabda safa saji degandek mushu uskunlarniki jabduqlarning hammasi shu variskomniki shirkatdan kelganda bekaga. Ha, mushular Bikaga deb qo'y. Biravotimi Serkar? Ravatidimi? Shuni deyman. Serkarmi birini ochdi-ku bu. Men Heyzi aka. Nurali kichiklara chiqib qoldim deb bir ko'rib. Xotirjam o'tiraveringlar, tinglar el bu vaqtni o'qadi. Bu vaqt aka. Xo'tangi sapirdigan bo'ldi. Birdilla. Demiş Akramkam ne deyman Nur Javdatkam deydi aka. Akramkam chaqchaq qilolmaydi menga deydi. Akramkam yumursuz deydi. Bizning peshqadamdagi chaqchaq qilolmaydi. Ya Akramkam bo'lsa sen o'riytidi dedim. Sen o'riytidi aka unda poatma O'rib baqayma deb. Ya hozirgi mandaq shahan. Senin bu gapingdan qaraganda Javdat Akramni e'tirof qilmaydi-ya. Ya shundamiki aka. Aka mazmun chiqdi. Unda emas. Burun biz Akramkamdan derizdan ko'ratdik. Hozir bular bizni to'rdan ko'ryapti. Mandaq bir yer bor aka. Deriz degini televizor degini. Ha. Tor degini telefon degindi. Shu televizorniki yuqoriq bo'ldi-da, unumli bo'ldi. Şunu bugün Yürekleri Akram'dan ataydan tutuldular, çakırışımdaki sebep hem de şu sekinden çakçak arkalık hemimiz tam bir huzurlaydı. Hem de ben özüm yalnızlı çakçaklı çıkıp gelsem bir kıl kızgançlıkta ko'p qoldi. Sen özüm ahire Akramdan o'ginib men bu cho'ngroq ekranga chiqay deb ama bu. Mani chiqadi. Ha, ekran Asli haqiqat. telefon chiqayotganida kichik ekranda, tamam. Aslida ilqinadak emsa Akram Kambilik meydandaki denjilerning, buningdagi doktorxonalarning xatmag'iga yerlarda chiqdi. Akram Bankavg'al chiqadi. Akramka bugun mush Javdatkan o'riytalsangiz sizning rasmingizni almashtirmay aka ustiga bo'ldi. Kelaksandan boshlab sizda qilib qiling. Onunğa şər Uzun bulmam unuydu, olmaydı. şunda aka. Bo'laverdi-ku. To'xtamni qanday qilishlar? to'xtamni qanday Ismini qilib o'zgartimiz aka. ismini o'zgartimiz ha. Huzur Ekrem. Turg'un deganning ismini Qurg'un deb qo'yib qo'ymiz. Buraya harf o'zgarsanlar bo'ladi. Akram cho'qim rasmni tushirib yetishni o'ylashyapti. O'ylashyapti hozir Ya planlar. men bir yumur sahnesi qilib kelib ayrim chiqay. Javdatmi bir chiqsin, hamda bu uzun bo'ldi. Mavun Nurali asravatıdı. Çolpan geldiğinde mışıyı olamı da çok. Kim ben maşına kılıp yarattım. Hocam kiçigimizden tatım Nurali'nin programlarını görüp çoğun olgan ben. Men başladım bulamıyorum. Maqtadim, quladim aka. Seni hozir tillagandeklik qildi juma. Ben işte tushundim buni. Aka sizmi ko'rgan-ku meni? Ha, ha. Tunisiz aka. Kichigimni ko'rgan. Kiçigini görüp seni. Ahmet Javdat gösterken seni.
Ya endi men deyman aka, muşta bir senni qil deb tuqib, men rag'bat berib qilsam, chiqib olib muşta yüzü o'rsa aka. Hey, Ha, Kim bu yaltaysiz kesak? to'xtaydi. Akram aka, bayatınaqı ahadga shunday yaxshi gaplarni qildik. Meningki maqsad bayatıman Nurali degandekma, shu programmaning riyosatchisi Nurali qilgandan keyin, qolganiga bu chaqchaqni shu sizlar bilan go'zal bo'ldi ekan-ku. Boshdan oxir deyishning kim zaruriyati yo'q. Şomuş Ekrem aka, abiyam sen nimeni so'rayotding Ekrem akamda? Yesam Ya men hamma savolni birlashtirib so'rab oldik. To'rt beshni so'rayotgan ekan deb. Seni kech soat 8 uçkan ekan deb oldindan javob berdim. Birini so'raysan, javob berib Şunlaşqa hamda bu abay savolini so'rari. Ay sual. Birincisi neçe yaş girdiniz degan. Necha yaş kirdingiz? Ha, birinchi. Ya yaşını sorma. Hey, ayırdırım nima bilan keldingiz deb so'radim. Onu sorma, çaqçaq to'g'riliq bir gap qilgandan men uning javob bermay boshqa gaplar qilman. Açtam aka. He. Çaqchaq to'g'ri. Yo'q, yesamkam shu necha ishida olamda o'tganda ashuni so'ramoqchidim men abay. Va uni a'lodan so'raganda hammasi. Onu hemeyle golculuk hemeden. Ne jurdun Voy, sen? yo'q, biz texnik ini qo'yib kelsin deymiz qo'y aka, program orqali. Yemaydi aka, yemaydi. Kim deb turdi bir mukofot? Biz bilmaydi o. Ben bilmem qishib yurgan tursam o yetlab yurgan odamni men bilmem. Qishib yurganda yishidi yurmagan ki bilmaysiz aka. Oldirib dema degan. Deme degan. Ha. Devesan seni mektime deb kel. Gel. Tamam geldi. Maras geldi. Geldi. Maras geldi. Bir ne dedim cuma aka atga yaqin. Ötüşanaq birini deydi. Ekrem akamda ko'rinib o'tir. Ekrem akam so'ra, aytgan beshingiz quloqcha necha yil bo'ldi? Quloqsiz bo'lsa Ekrem akamdan. Bak ayırdırımda qapti oyliq nimada o'tgan edi. Unutdi. Shu fizanda o'tgan. Ha. Aeroplanda o'tirib, akşam mangtamasam, bu juda deydi. O'tadigan yan bir nima deydi ekan-ku. Shadi qapti. Shuning bilan aka, Ama chaqchaq bilan bir nimaning farqini so'ragan. bo'ldi men so'ramay aka davira. Ya shu bir davtaydi. Chaqchaq aka. Ona mashina so'ragan men. Mashinada so'ragan. Mashina kagich so'rsa mashinada aka. Kagich. Nemi sorgandan Bunda- yumur bilan ma çaçma çaqchaqning farqi nima deb Ya so'ragan. başta 30 koy so'ragan. Bu so'ragan So'rab ozdırib yotdi odamni. chiqmaydi. Ha. Chiqmaydi aka. Yesam kam bilan birga qo'l. Kelgan odamga berish yo'q, so'rasam bo'lmaydi. Nima gap qiladi? Keldik biz. Yesam kam bilan bir umr qo'ltiqlashib yurgan oshningdan butun narsa juqdan tursa ovozdan boshlab. İşte bo'ldi Ekrem. Men ishlamsa Nikahlı qo'ygan ekan. Ma haqsizki. Hayat şirketini bakıp etmesek olur. Deyman. Şuningdek Bu odam o'ntirib o'zinikining og'zini yepay qo'yib qo'yadi. turgan 30% qahva 70% so'qib olgan. Ya aka şu endi resmi kelsak, Rasmi boshlaydi yangi. Abiyamni islah qilib qo'yganmiz. Abay chaqchaq. Keldikmi? Abayqa chaqchaq. Endi resmi boshlaymiz aka. Mushu Nurg'ullo dedim-ku aka abay. Chaqchaqchi debla birla atalg'u bilan bir atvolimiz-ku aka. O'g'ilchiliklar desa, chaqchaq so'rini ko'rsaklam, kim yumur so'zlamdi, chaqchaq qilamdi, chaqchaqchi. Hammamiz chaqchaqchilamda. Lekin Akram kam men his qilsam, Akram kam yumurchiq kirdi-ki, chaqchaqchi kirmaydi. Mush ikkisining farqi to'g'riliq ozroq bir so'zlab bering deb men abay shu gapni qildim. Abay degandim. Uni mashinada demaysan, mayad. Ham dedikki, o'g'ilchida hamda so'rinda yumur so'zlaydiganlar ayrimda, ular masalan boliskamni misolga olsak, boliskamni keyin hamda chaqchaqchi deb qo'shdi qatorga. Bizim qo'shyapti hozir. Bu yumurchi misolga boliskamning ortiqchiligi nima desak, to'xtama yumur topidi. Masalan, Javdat qarab bir yumur topidi, kep sang deb turadi. Sang qarab bir yumur topidi, mang deb turadi. Kunda bir 3-4 yumur topmay qolmaydi. Shu odamning so'rinlar jiq chaqirib, yumurni anglaydigan nemasi bor. Ammo haliqa
mana yüz chaqchaqda yo'qda. Hmm. Bizmi shundaq? Biz hamda boluskamdek topolmasaqmi o'zimiz topamiz ham yumor. U yerdan kurashtiramiz, uni qilamiz, ijod qilamiz degandek. Shuning bilan bo'liqi G'uljining so'rinda bu yumor bilan chaqchaq tangmangandan keyingi vaqtda endi ma yumorda nemishga balduroqimda ko'rinib ketib qoldik desak, ma sakni bizni baldur ko'rsatyapti. Ammo chaqchaq degan o bir nihoyatda esil bir mazmun u. Naq vaqt chiqdi, uni to'qiydigan ish yo'q, boshdan tayyorlik qiladigan ish yo'q. Masalan, Javdatlar hozir javob chaqchaqchida. Javdat yumurni so'zlaydi, ammo bu chaqchaqda to'nilgan. Bununga o'xshash yoshlar jiq G'uljida. Ismini atab kelsam, hozir jiq ularning ba'zilarining ismini darrov esimga olmaslik mumkin. Ammo shuning Javdatga o'xshash to'nilgan danglik chaqchaqchi inlarimiz jiq. Demakchi o'g'limiz o chaqchaq ayrim, yumor ayrim. Hozirgi vaqt kelganda ham dediqqa gazetlar tunishtirdi bizni, jurnallar tunishtirganda biroqlam qo'shib hamda yumorchi deb yurishniki hojat yo'q. Chaqchaq bo'lgandan keyin biroqlar chaqchaqchi deblar yizyapti. Shuning bilan hammamizga chaqchaqchi deb varisi degandek chaqchaq varisi deb atsak, shu unvon bilan atsak to'g'rimi akasini? Otsang bo'ladi, kinishki bodiya u. Atmasaqmi bo'ldi? Otmasang bo'lmaydi. Kinishkisida chaqchaq deb. Chaqchaq Ko'chab tuzuq chiqsa mana kinishkisi. Yazdan keyin daryoda kvartirga mashinam. Boshqa do'yingdek adim bilan chiqib mashina bilan chiqib. Bu hamdaka burun latifa deyildi-ku. Burun latifa deydi. Nimda hozir latifa bilan yumorning farqi bormi yoki bir hukmmi? O latifa degan Nasr efendimdan qolgan, anki Isom kamlar manchimish so'zlaydi latifa. Isom kamning bu ustozlarining oldida ichida Borxonkor, Qo'pirning xulu, Zordun shiva bular chaqchaqchiki. Hamda Ablankam degan adam yumorchiki. Yumorni shu Ablankamning qiziq gaplaridan o'rgangan kaysin. Bir kuni Ablankam deydigan bir yumorlar bor burunqi. U odam shu yumor topadigan odam ekanda, ammo qaga uchi chaqchaqchi ustozlardiki. Lekin keyin kelganda hammasini biroq ustozlarim deb to'rtesini ismini ataydi Isamkam. Shuning o'xshash bizmi hamda shu chaqchaqchi qatori qo'shilib menib ketdik. Shundan jurnal hamma e'lon qilgan hamma nimada shu chaqchaqchi, chaqchaq varisi deydi bizni. Hozirgi vaqtlarda aka sizni hamda do'yinlarda bek chiqib ko'rmaymiz-ku aka, siz chiqmaysiz-ku. Ma programmalarmi hamda bek ko'p bo'lmagandan keyin bunda sanlarmi hozirgi vaqtlarda hamda hammalar o'zimizdan aldirashchilik bilan o'sha do'yin bir davr o'tib ketgachga shuning yuzini ketib qoldik-da. Siz hozirgi vaqtlarda G'uljida nima ishlar ola aka? Aldirash bo'lyapsiz. Hozirgi vaqtlarda hamda ancha-muncha o'zimiz voy jim turibdi. Akram Kamban nimda G'uljida bir binoning qorni ko'tarib oldi. Hozir Javdatga shu Javdat etlab meni o'tibdi. Ha. Abay dedingiz-ku aka. Javdatning burun mayitliga emas. Burun yetlab shayga kirdim. Shayga ketdim-da. Hozir meyaga ketdim. Ish qilib, cho'ng ish qildingiz juma. Ish qilib burun men meshak programmalar kelgan vaqtimda ish qilib ashu birisi menda adam bormi, G'uljida ba, palonchi va po'kinchi va deb chaqiratdim. Aşı qurbaytlarga deymiz, aşı meşreplarga deymiz, jiqballarni men chaqiritib ekib mayli chaqchaq. Qanda bo'lib biras aka, nurg'un chaqchaqchi yumurchilarning orasida nim deb sizlar men chiqdi aka bu yerga. Oshning bir sababi bormi? Yo'q. Buning sababi yo'q. Ya qash program tanlashdan burun kelib turib oladi ekan. Javdat mu chaqchaq qildi, ammo bizga Javdat bu qo'shildi. Super. Urumdan yo'q. Topda turmuşlar turmuş. Maç birlashib oldi. Var rejissyorga yarab qolgan yerim bor. Ha. Qaysi jihatdan? Hamda bizdeki 11 chaqchaqchi keldik emasmi? 11imiz kelganda mening yumorim yaxshi chiqib qoldi. Ha. Shuning bilan o pastotdagi rejissyor, misol Mehmet Ro'z Yarqinkam degan rejissyor bor, Tunisda. Hozir 70 necha yoshga kirib qoldi akamiz. Shuning bilan 11imiz kelganda mening telefonimni yozib olgan. Men ayrim faoliyatni qilaman, kelgin ukam dedi. Shuning bilan Urumchining Qurbaytiga 2002dan tortib kelgin turibdi ekanman, to 2015 gacha keldim. Bek ta'lingiz aka, juma aka shu vaqtda. Shu meningki sekinda bakrak to'nilishimga shu Mehmet Ro'z Yarqinkam sababchi bo'ldi. Meshada shu Mehmet Ro'z Yarqin ustozga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman.
Da ilim vermişler yok Bomsaka. Ha? İlim vermişler yok. Yo'q, bir tal qurtma ekanmigan men odamga. Aş endi men demoqchiman shu vaqtlarda endi ashunda bir televiziya programmalariga chiqishga shunda orzuyimiz botchu aka. Ahadga men endi mushtaq bir programmalarga chiqqan bo'lsak, o'zimizning rolni joriy qiladigan bo'lsak deb bir orzu intilishlar bo'ladi ekan. Hozir mana shu partiya hukumatimizning siyosati yaxshi bo'layotdi. Chaqchaqlarimizniki tarqalish ajoyib yaxshi endi. Demak, shu sahna orqali Şinjanның shundaq mamlakatimizning har qaysi joylariga shu go'zal chaqchaqni bir huzurlansa, xushalliqni yemasin shundaq shu vaqtlarda men Akram kamla bizdan burunla shu Urumchining kashta daviyallarga işte bir bilan siyolatga bo'lachu. İşte baq, badu. Yaqinda biz tarafda bir bas sep o'yram bo'ldi. Men 100 ming yerga qoqir tikib qo'ydim. Shuningdek shuni sepirimiz degan keyin shuningdek men demoq tonilma deb shu xilmish talkining choylarini soldim. Sağandım. Olmay qad oniki ma turg'maydi biz o'zlarining to'g'is etganchini aralashtiramiz degan. Etken çay salsançı. Etgan chay solatdim shu biz mayakaychamdi uyqalarmikin debchu. Yaqinda bizning kallarni g'uljida o'ngda yetib uxlab o'tiramiz. Aka ma Javdatga Musanniki bosh qahramoni ham diku. O'sha rasmni mo yo'g'on chiqarib oldik ama. Sen maya gel maya gel maya gel. Bu yerda o'tamay. Bu yerda o'tamay. Men yerda o'rib turamsan ya. Ben yerda o'rtsam keynimda Javdatma deb xili yil turasiz. Yo'lindigan Javdat bor deb. Yo'lindigan Javdatma deb. Endi aka mushu Ahadbaqqa Javdatkamga bo'lgan tushunishingiz qandaq? Pozitsiyangiz qandaq? Cevdetki boğan düşünüşüm yaxşı. Masalan, qaysi Javdat qanday qaraysiz? qanday qaraysiz? İkili gözümde qarayım. Udul qaraysiz. Masalan, bundan burun vaqtlarda ko'rganmi aka jiqga ko'rib boqmaganmi? Kögen. Nelarda? Kögen. Cevdetni ben Ojitxon. Aşağıdaki numar Nurali'nin o'qasi. Meni aşağıda ko'rib. İştik demisiniz, mavcho gapni o'sha qalaymagan qilib birdan qilib chaqagan men buni. Öyle tutqol so'raydigan. Ya o'tirman men bu. Xotirjam bo'l. Javdat baka deb xotirjam keldim. Ya yağın qilma aka juma sizmi cho'lpon keldi qachon chiqma deb doim telefon qiladi. bugünkü mao çakçak sahnesinde mao'liki yushurun ba'zi jo'zning ostidagi ishlarni chiqidiki oshkorlik. Texnik oshkorlanmagan nurg'un ishlar bor. Shu dedim aka qanday qaraysiz? Ashni bir dabbasangiz nurg'un ishlar bor. Ya o Javdatga yaxshi qarayman bayam dedim-ku, men ikkili ko'zimda qarab keldim deb. Mao televizor ekranlari chiqqan shu bir mezgillarda Şinjan Diyanıştay'ninki programmalarga qatnashishdan boshqa ma ballarni o bir zamonlarda o'z oldiga shu G'uljida bir programmalarni qildik. Masalan, ustoz shu yumurchilarni, chaqchaqchilarni, shu ebikamlardan boshlab deymamdi, nurg'un chaqchaqchilar bor, u ba'zilarini ismini o'qib olmayman. Shularni bir-birlab akilib, buni ziyorat qildik. Ziyorat qilgan vaqtida men shu bolalar bak yaxshi qildim shuni. Shu ustozlar hayot vaqtida shularni akilib, ekranga elib, shular bilan suhbat qilib billar. Bak yaxshi qildim shuni deb bu vaqtida shu bolalarningki shu bir ishi menga bak yaxshi ta'sir bergan. Shunday qilib ma'lum vaqtdan keyin bir-birlab ketib qoldi ustozlar, shundaymi? Rali diqqat qilsin. Ya şunun bilan aka lekin men ifodangizni ko'rib olishga bo'ldiki, Javdatkamga hech qanday qarmay ekansiz. Mening yuzimda keldingiz-ku aka. Shu hamda. Lekin sen telefon qilding. Yo sen qilmading. Men berdim. Sen qilmading. Berdim. Ziqto'mig'ini adamni. Javdat telefon qildi. Qallisiga boshqa ish kirib qoldi men yoqning Bir naqshidin kim bo'lsin qolgan. Bak geldi aka. Kira, bak geldi bak. Keldimi ha? Egam Yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi aka, siz Ha, mendan so'rabdi. Sen nima deb so'rading mendan? Ba ikkisidan Nurali atlik bir-birini topolmaydi qildi.
Men nima dedim? Real Men nima? Yok sen sorgan sualın üstü mümkünçilik bir. Ya riyasetçinin içinde adam bulmaydığını mı? Res, adamla ışık durupman. Bol sormagan. Bo'ldi. Cevap Bo'ldi. Chiqib. cevap berdim. Chiqib 10 ko'zingizda qaraysiz aka. Shundaqmi? Yeni aşağıdım ha bu. Ha, bu. Sigide aka. Akram aka. Ya bunaqa çok So'qda. Sen neçe toruştuğun var deb so'raydi. Unda Akram aka sizchu. En kettim ben. Ay, ketdim. En şey ben. Huzur işçi. Huzur işçi. Uy, ben de kettim. Javdat akam qanday qaraysiz aka? Javdat yaxshi qarayman. Ha. Burunmi kichkinimi yaxshi qaraydim men bunga. Buni kim qaraysiz? Hozir endi bu men qaraydi. Biz terdik deb. Meta programmalarga chaqirdi. Ha. Ekrem ben qaraydı deme. İbikamga men qargan. Ya endi bu Javdat akam endi shu hozirgi G'o'ljininki chaqchaqchilari orasidagi bir yo'rib chiqqan bir yo'lduzga o'xshaydi-ku. To'g'ri. Hesabda. Endi G'o'ljining hozirgi yosh chaqchaqchilari desam, sanaydiganimiz bir nechsam bor. Shundaqmi ko'z ko'ringan g'olliqidan endi vakil xarakteridan. Endi men Javdat akam shaxsan o'zim bak yaxshi ko'raman. Hali qilayotgan so'rlardagi chaqchaqlarning sifatiga qarab turib yaxshi ko'rgan endi hesabda. Sen toy kıldın mı? Ve Ha toy kılgan mı? çaqchaqchilar to'y qilmaydi degan. Çaqchaqchilar dunyodan bal ketib turdi degan. Nurali qarab davapti. Öyle ben yaş görmen devedi şu. Ben bir sarang emas, sizning ayolınız qaldi. Bek bir xil seksak qiz bo'lib qoldi. Taqdim bag'dan so'raydigan qilib. Sen gapni bak intizom buzding aka. Ya inson buzqiding ya sen Ekrem akamni bir yang'izlik qilib qo'yding-ku. Bayırplarni topamay kesh nanzuga tushdi bu. Meshak bir optis qo'nudu deb. Tuz sual so'rama yaman bo'lsa qilyapsa. Ya endi aka shu hozirgi chaqchaq so'rinlari qaraydigan bo'lsak, endi chaqchaq so'rin degan har xil bo'ladi. U yerda endi biz tonish bilishlar bo'lgandan keyin, o'zaro odamlar bo'lgandan keyin har xil parangni mana shunda ichidib ko'nglimiz tatgan odamlar deydigan bir so'rinda hesabda. Uningda cho'qim chaqchaq anda bo'lish kerak, manda bo'lish kerak, manda bo'lmaydi deydigan narsa mencha toza to'g'ri emas deb qarayman. Ham shaxsan o'zim. Ana men Javdat akamning qilayotgan chaqchaq so'rinlari qaraymay qarsam, ana har bir gapni o'ylashib qildi-ku. O'ylashtirib manda desam bo'lmaydi, meni ayollar ko'rsinmi? Mında tushunib qoladigan bir gap so'zlar bor deb turib, o'ylashib turib, tigini o'ylab turib bir gap qildi deb qarayman. Shu jihatlarni yaxshi ko'rmadim aytsa, mushu jihatlardan bir deb qo'ydi qoldiringiz bormi deyman aka. Javdat endi pek diqqat qildi o'zininkicha, o'zining sirtqi obraziga, mayli gap bo'lsin, diqqat qildi. Ondan keyin bu mamda chaqchaqdimi bir bilim kerakchi. Bu uzun yil shu so'rinda chaqchaq so'rin tarbiyalangan bola bu. Unda bo'lgandan keyin çoğun ustazlarınki çaqchaq qilish uslubini egallagan. Mesela Yebining deymiz, Daxunning deymiz, ashlarninki ilmiy chaqchaq qilish uslubini o'rgangan. Unda bo'lgandan keyin shu bo'yicha mangitda bu. Yaxshi aka siz bergan ta'siri mana. Ta'siri intayin yaxshi. Ta'siri yaxshimiz kelmayman qo'yman. Tegi pakize. Ta'siri yaxshi emaslarni qabulmayman telefonda. Misol ta'siri yaxshi emas birasi bor ekan, meni ustozda bo'lgan. Ustoz dema meni el dedim. Qabulda. Kim o aka? İsmin desek olmaydı. Şaka. Daha diyeceğim demek. Ekrem akamning ajantlarib shogirdlar bo'ldi. Şunlaşqa meniki xalq orasidagi obrazim yaxshi. O'zimga oid diqqat qiladi. Ondan keyin so'rinda o'zininki tarbiyalanish yaxshi. Buningga hargiz Javdat, sen ani xato qilding, meni xato qilding demaymiz. O'zini o'zi biladi-da. Hamda bilmaydigan chaqchaqchilar bor. Misol so'rinning 5ini qalaymiqan boshlaydiganlar bor. Ular yangi chiqayotgan bir ishkisi bor hamda. Ularni ba'zilarini o chaqchaq qatorida hisoblamaymiz. Qalaymiqan gap qildiganlar bor hamda. U ba'zilar kichik yosh bolalar hamda. Şunlaşqa ularga o'zimizning tarbiyamizni qilamiz. Ammo bu Javdat G'o'ljidagi shu 7-8 bolalar bor. Bu Javdatga o'xshash shunda mengayotgan bir turkum inilarimiz bor. Bularga o tarbiya ketmaydi, o'zini o'zi so'rgan. Burundan ustozlarning tarbiyasini olgan. Shunda inilarimiz ular tarbiya ketmaydi, ular o'zining yo'lini o'zi to'g'ri ketib olgan. Hozirgi shu chaqchaqni rivojlantirib ketib olgan inilarimiz. Chunki bu chaqchaq hozir memleket derecelik bir moddiy medeniyet kadar kirdi bu.
Bunun varislari bo'lib, hozir shu Javdat qatorliq G'uljidagi 7-8 inilarimizga chaqchaq varisi deb, masalan, oblast darajadagi bo'lsin, ish qilib, ashunda bir kinishkilar berildi-da. Agar ular topdan chiqadigan unda bir ish bo'lsa, u kinishkini bermaydi, madaniyat idorasimi tinglab turdi, hammayada ish qilib bir elning ko'z 50 debchi. Xalq o'z baholaydi. Xalq o'z baholadi, xalq shu unvonlarni, kinishkilarni berdi. Shunlashqa bu Javdatlar emas, G'uljidagi shu 7-8 inilarimizningimi bundan keyin texnik yaxshi taraqqiy qilib, shu chaqchaqni oxirigacha bizdan keyin saqlab, keyingi avlodlarga yetkazishni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat. Xo'sh, unda olsa programmamiz nishat oxirlashdi. Qopamda. Kutib o'tdingiz juma. Birdam o'tiraylik. 8 keni batdim. Xulos chiqadi. Xulos chiqadi aka. Hamda birini eshitdim men yana. Ayas şirketlik turg'unni qo'lan qilib yurmaydi. Aka, endi mushu iliqa Akram akamning tunji tungan ya qaysi itotidan yoki qaysi sansidan tungan aka Akram akamni? Bu men yotoq ochgan vaqtida men bir yotoq qatpasin degan vaqtimda to'nigan. Shu vaqtda. Sen ishga ketgan. 2001-mi 2002-yili. 2002. Ha. Yet keçidiki kelgan vaqtim. Urumchidimi aka? Urumchining yetib kelgan vaqtimda. 2002 shu bir mehmonxona yotoq. 100 liran ko'rishgan vaqtimiz u. Mushu baka. Ash yotoqda. Ha. Shuni ular ko'rishdik. Qandaroq ta'sir bergan aka? Qo'ljidan keldingizmi desam, ha dedi. Ha. Shu yerda shu yotoqda tunji ko'rishdik. Qandaroq ta'sir bergan aka? Mana shu vaqtda oziqday ta'sir bergan. Aysama o'zgarmadimi? O'zgarmadi. Sizchi aka sizga qanday ta'sir bergan Ahid aka? Bumi o'zgarmabdi. Shu bitdi shu vaqtda kelgan vaqtida. Choshdan boshlab. Choshim batdi, menmi batdi. Mana chechi biroz o'zgargan aka. Biroz oqiribdi. Mening oqiribdi, mayoqning oqamabdi. Ichki sadroq oqvatdi, qandoq yo'qolib ketdi. Faqat qolgan. 8 vaqtida jumaka. 8 vaqtida. Zet berayli. 3'te bir bu vaqtida işte. Lekin bu Akram akamni deyman. Bu shu Aysam akamni doğurganlar biz yumurni anglagan qo'y biz hamda. Uningdan boshqa yumurlarni men jiq anglab boqmabdiman. Nimda buningmi jiq? Boshqa yumurni demadiga Aysam akam. Ashtama, to'qimlar. Men bu Aysam akamni o'ylab qoldim aka. Aysam akamni ekan qiyirgandan keyingi ovozi ashtag'i deb chiqadi qo'y hamda. Yosh vaqtida qanday o'qiydi deyman Aysam akamni. O, ayolga savolim. Yosh vaqtida ketgandim o'sha haqida. 2002dagi gapni deyishdik-ku. 2002da yotoqda ko'rishdik. Andan keyin sahnada mushi chiqqandan keyin men shu pardalarni qariblab yerdan ko'rib turman. Bizni to'sab turdim ya kamalda. Lekin men ko'rdim, shu balani bir ko'rayman deb. U vaqtda tunji rishatkasi bor, daryo bu yerda deb. To'g'ri vaqtimda ketdi. Men kulib ketgandim o'sha yerda. Ha. Kulmay desammi kulgandim men. U vaqtda u Kulib ketganini men anglagandim. Nimish keldi, mikrofon bormasmi? unda sizga ta'sir qilgan shu tunji qitim anglagan. Tunji meni anglaгаnim shu. Tunji ko'ga vaqtimiz shu. Tunji ko'ga. Men televizorlarda bunda bir ko'rmaganman. Ha, menda tunji qitim ko'ga ekranni ko'rgan vaqtingiz shu aka. Shu. Ekranda ko'rgan vaqti balkim Xotlandagi bir do'g'ab qonning oldirib ketdi. Ekranda? Ekran degan Aslimi qanmaydi aka? Hamma bog'o ekran. Aslimi qanmaydi? Bog' ekran. Akram aka. VCD'dan ko'rganmi deb qo'ymadi ama. Bütün ekranlarda ko'rgan dedim-ku. VCD deb. Mo'shu shu vaqtdami televizorda tonilish yaxshi ekan-ku. O VCD deganni hamda pul odam oladi. Shunda odam do'g'abxona olib berib ko'msa, VCDdan qimmat o'chaqda bir VCD 600-700 so'm biramizda mana shunday. Ma televizor yüzünü şimdiki sebep tağının uyağıdaki adamı şu günü keş televizorun asıl yetke bugün keçilik kez görüntü onun demesinden biz tonulup kettik. Saat qaraplı hüs saat mençide Şinjan'da yaşlanamada yerde kurban etip keçilik var dep ma'nada bo'lsa yugurib uygula. Saat 3 qilib qopdi deb kelib avrus sayilimiz hammaylar jam bo'lib ko'rgan bir vaqtda bu. Shunda ekran Şu vaqt sunulgan şu obrazınız qapqagan aka sizningmi? Sizdan baqamı kelgan, Gulbekrammi kelgan, üç belimizin obraz qilib qolgan. Men o'zim yolg'iz desam bo'lmaydi. Şu hurmat bor aka, hozirgi shu. Shuningdan boshlab Akram
deb men Ekrem'ni tanıdım. Ekrem'e Agat Bakı'da men öğrettim o. Sizin obrazınızga qarab men bir itotni birini yazmasam bo'lmaydi deb ketib edi. Oxiri bir daftarni avatdim o menga. Bu itut evet bek. Bo'ldidan bir itotni bir daftarga yezib avatdi menga. Bu şu vaqtda o'ynagan itotninki ikkinchi qismi ekanda. İkinci kısmını yazıp koymayın. Eyüp kimdaning kim? Şu Eyüp kim? To'g'ri. Ha, şunun ikinci kısmını Ha, bir itut yezib berdim. yazıp evet tuttu. Pulni bermiken. Verdim ha. Şu vaqtda xotanda go'sht kirdi sepirib. Otanda bir yamoq kelyapti, shumi ya? Unutib kaldı ya. Kaldı. O cık olgan ekan Ha, ana. shu. Unutib kaldı. Jiq itutdan yozgan emasman men. Hikoyanglar Baki akaminan bugun Ya ben naqdman bir neyse evet dedim sen cık etot yazmadın. Burnu Açık açık Evet, gap talışqan. Başıqsı gap talışqan. Ha, bir xalt yamoqning ichida to'pisi bir atlas va bir kaptika bizning o'yga. Bir kaltılı dedim. O bir maşinde cime o cık evet. Tamam, evet, tamam, aka. Ya demeylem. Haqın ayrım. Lekin bu yaxshi jam bo'lish bo'pti aka. Ha bugun shunda bir xil. shunda Men bu shunda azod bo'lib qoldim. Shunda rahat. yamoq So'ng birdan o'tirayli dedim. Ya ma o'tiraydi. Ya, undan gap- Beşadil ayırdım chiqib Abi savolimga javob bermadingiz aka. Sualga cevap vermediniz mi? Yisakamning yosh vaqtidagi ovoz qandatdi? Uçu. Oshin bir Sual. Isamkamning yosh vaqtidagi ovozni hamda yosh vaqtidagilar biladi uni. Mush bolalarning dadlaridan so'risi berib deb beramdiki, ha men yosh vaqtidagi ovozni bilib ketmayman. ha Hamda biz qiyirga vaqtda tanishdik. ha. Qiyirga vaqtidagi ovozni bilamiz. Nim bo'pti hamda qiyirga vaqtida to'g'ri. Yosh vaqtidan to'g'ri demoqchiman. Yamanlab chiqasan. Subhanallah. Sen el terbiyelenip pek. Kırdım oturup. Subhanallah. Qilib aka endi mavu abay dedim-ku aka Yisamkamning ovozidan sirt men boshqa yumurlarni jiq anglamaptimiz deb. Mishadi bo'lsa boshqacha yumurlardan bir taqlaydi. bir Ha, boshqa yumurim bor. Bir yumur deb beray. Ha. Bir jup arayol ekanda, bular sotka beribdi. Sotka beribdi. Bularninki 3 bola ekanda. 3 bola aka, bular shuning bilan birisi men ishkini olaman, sen birini ol deyotgan. Birisi qo'pib, men ishkini olaman, sen birini ol deyotganda. Axir shu sotchining ochib kelib, voy. Ne beshimni og'irtdi bular. Bo'ldi, ketinglar. Maslahatlashib kelmay bu yerga. Bo'ldi, ketyap. Yana bir balla qo'lab, to'rt o'g'anda biraqli kelinglar deb ketkizibdi bular. Daftarni yepletdi. Shuning bilan kelmabdi. Bir kuni o sotchi mashinasini haydab ketib qolsa, hiyla qo'yib uchrab qolibdi. Voy, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz desa. Ha, yaxshi. Yo'qolib ketdinglar-ku, kelmadingiz-ku desa. Voy, shu bir borayil degan to'q. Bu daqiqatim qo'sh kesak bo'shinib qoldim qarang. Yana Oldu. Her bir yumurda birden işlep her aka Yumur dedim mi şunun kızı yandı. o'zir qiziyan. Asıl say programın zavutlasın. Hozir hamda ma bizningki ma huzur chaqchaq saknisi emasmi? Hamda bu chaqchaq deganni faqat repetis qilib olmaydi-ku. Nurg'un kishilarning yuragida hamda bu chaqchaq bo'lgandikenda bir do'yinlarni ko'rsin yoki ashtaq filmlarni ko'rsin, nim deyotgando, nim maqsadni uqtirayotgando deb shu yo'sinda bo'lib qolmasin deb. To'g'ri. Atayda mush sakni hozirlab chiqdik. Hamda mushningda har bir etut orliqlardagi qiziq parangma shu bir chaqchaqning xosiyati dedik-ku. Buni bir balkim o'rinlashtirib olgan bo'lsak bir kechilik bo'lib kelishi mumkin-ku. O yaxshi bo'pti hamda bu onu senden anlab hoş buldum hamda bu G'o'ljininki şu çaçma çaqchaqlari, bu ham Akram degandek yumurlar bu adamni pek söyündürdü hamda. Bir uyda bir 5-6 adam o'ltirib qolganda cho'qim bir duta tamburni chalib ishki naqsha aytgandim kella asosan shu paraq kulka. Şuna G'o'ljidagi qarindoshlarimiz qari saqlana aytdi xushchiroy chiqib G'o'lji degandan keldi bizga shu kulkalar chiroyli kulishlar bor. Bu hayotning aytdi huzur. Ma'lum bek yaxshi qo'yapsiz. Ras huzur bek tushgan ham shu huzur qahvasi. Kulki degan Huzur degan ismini shu Javdatlar o'zlari qo'ydi. Ya shu.
Turg'unjon yaxshi- yo'lab qo'yg'izdi. Balmut ya bura. Zo'lab Yaxshi ko'ramiz hamda. Ha. Ham bugun hamda bu sorunda itotni gap chiqib qilib, shunga deb qoldim. Tayyorliqsiz saniga chiqib qoldik. Voy shu aka cho'lpan keldimi biz tayyorliqsiz o'ynaymiz emasmi? Obraz yaratishda adam bu Biz hozir eser bo'lmagandiki, qaysi obrazga qanday kirishni o'qimaylarmi yo'qmi, tuyuqsizlar chiqib. Uning ustiga aka bizga o'ylanishga 2 minut vaqt ketmadi buningga. Menda qilib boqamdiq deb qildik-da. Lekin ko'rinmalar bulamdi, masalan, naq maydondagi tomoshabinlar bulamdi. Mencha buni to'qim to'g'ri tushunib bir huzurlandi deb qarayman. Kechiringlar, huzur qiladigan yavoz elimga. Mushulimdan gapini o'tirib Shu aka. Bilib bilmay emasmi? Bilib bilmay obraz vakili qilib oldik sizlarni. Yo'q, buni hech qanday Endi mushun bir rasm uchirgan yerimizda qoldi hozir. Ha? Rasm uchirgan yerimiz. Yo, oxirda gapini aniq bir deyishib o'tib qolib, men tushunaman. Yo, mushun cho'lani buni qo'yibsa, mana nima qo'yib qo'ygan? beshinglan yutgan. Ma'mu huzurniki. Ma'mu huzurning. Burun bir ishxonada o'tirgan biz qilib qolgan nima o'xshaydi? Malani Qayın yapma. Yama üstüne etken çayını. Etken çayını. Ma tögüsü etken çayı var mı? Mushunda akasidek bo'lgan yo'lda ishchib mangadigan quchu. Siz hemen ekten akın. Tögüsü. Bu etken çayken qo'tay ya. Ha, şu shundaymi? Ana ichi to'gi chiqdi deb o'ylab qo'yman. O'chkishniki. O'chka to'giniki. Huzurning qancha men sulati bor? Voy, huzurning jiq. Hamma obraz vakili sen buldingmi? Hammasiga biroq bu. Hammasiga. Zavodmi tekshir qilsa 2 yildagi men qoldiga o'xshaydi. Ya odatda aka obraz vakillikka 1 yil, 2 yil deb to'xtamlashimiz go. Bu bir ömürlük tuzib oldi. Rohlikka. Sizlar voy, sal bir o'ylashuvroq qilalajman keyingi ishlarni. Shundaymi? Biz nima ish qildik odamdan? Keyin kaldırg'im Zavod. Aş zavod 3 saqamsiz ya. O tog'dan otlab oyaga ko'rib buni ekilib ömürlük qilish. Bizning liniya bo'lgan qo'tangil. Faqat bo'lmasa aka ishkadan plan tuzsak bo'ladi. Men hozirni eliq do'yindagi bir kimlik tillig'i o'zsak lan. Ba, ashtaqlab ba. Ashtal tillig'i. Bu Ashta qilsaqlam bu tarkibidan birini bilan tepchi. bir laboratorlarga ya. Maqsud shunday odamlar borkan-ku. Ba'zi yerda bo'lgan. hozir peshunbalar bor aka. Ha. Chiqayotgan. Ish qilib buning mamda bazir uzun qolmadi-ku mana. Hozirningmi? Ha? Mushi gaping qarablar. Ishkalarni deyishdigan bo'ldik aka. Ma ichilib o'tdi. Ben içilmeyi deyim ha. Bugün yodarkam içilmedi fakat. Qani bu çoşma çoqlaqdan mı yok? Ya beni o'diqdim ha. Birdam Akram kamni o'ynab. Faqat kam endi maqtong degini. 5 6 7. Ya mana meshadillam naqmaydan. 10 adam borkan, 10 adamning hammani Aşın tükdeydi. o'qitvasunchi o. Shundaymi? Qatabi o'qit. Mayli. Voy, ashta qilib obraz vakillikni tortolmoqchi. Varis kamdilla boshlaymiz qara. Qara. Neyse oran. Train abound deyma deysa tarjima Varis qilsam. da qo'ysa. Asra o. Şu seni cin chiqib ketganda o'tirdi. Ya unda demede o'shkistik obraz vakili. Ma keldi. Ele kichik xalta qochlar. Ya balda Akramkan tarjima qilsa o'tirasan. Unda sen men o'tir Akramka. Sen ishoratlab o'ynarsan. Ovoz yuribmi? Ha. Ay, shundan Turg'un kamga Turg'un express a gone and down. Turg'umush program yaxshi o'may qolsa Nuraliyev Javdat G'uljiq yo'lga sevib o'tdi. Men neyse ütüdü. Samiki. Ma buna fakat kemme var tutu akası. Turg'un, Ben bunu mushun demeyim ha. narsalarni ishlab chiqargan bir adam deydi. Edemlam. Yani işte Ekrem. Her bir eski. Yani birini aşkaş turayı. Ma tercümege şüküdün işçidu. Odatda bir tarjima shikil qahva bo'lyapti. Qahvaring o'xshabdi, o'xshitib ketibsanmi qahva? Tushirib debgan qahva ekan, qilib tushibdi. Akram kam qahvani olib qilib oldi bu.
Turg'un Efendi'nin Seni- qo'lini ta'mi var ki ha. Qo'lning Ya öz qo'lidan qilgan juma akama. Qo'lini ta'mi var ki. Ekrem Efendi bek içti şu. Burun Dedi dersin ki. Burunda öyle etkençe içmeyi kahve demle piçettik ya bular. Koruğa. Şurada kapakçımı şuradan soğurup. Ve Ekremkam içildi bugün. Yılvaya çok çok şutsa bu. Ekrem Kamiz'den bundan programın. Çok çok gidip itiraf kılgan tutsam beni. Bugün aşda bir tuş görüp kaptık ama dedim o aka. Aç kinişkin ağagandaki içirdim ben. Ya, Bunu alıp içirdim. Kiniş gibi bulmayı oturdum bana için. Sen bir versen buldu berber. Valla yerimden bir varak jitip birey sana. Bu biraz Abdus kandaş. Bana numara kalmagan dedik jitip birdigan dedik. Ben Nuraliye takılmaz. Benim nakı çakçakın değişti. Bugün ben programını başlayan deyken kıra.